Mana endi erga tegsam bo'lar ekan. Nimaga, tinchlikmi? Men erga tegayotgan paytimda pardani kelin tomon qilardi. Hozir kuyov tomon qotgan ekan, o'zingiz qilardingiz. Onasi Xudoga shukr qilgin. Nimaga? Xudo siylab 3 ta qiz berdi. Agar hozir ham kelin tomon parda qilganda bilarmiding meni holim nima bo'lishini? Voy, to'g'ri aytasiz. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Pardani kuyov tomon qilgani to'g'rimi yoki kelin tomonmi? Biz kuyov tomonni o'ylagan holatda pardalarga chegirma berdik. Kuyov tomon qilsin deganlar like bosib, kommentariyaga fikringlarni yozib ketinglar. Kuyovni payg'ambarlar siylagan deydi. Ko'rib turgan pardalaring hammasi adolat. Hammasi eng arzoni qanchadan sotilgan ekan? Mana narxi bor ekan. 150 mingdan sotilgan o'rtoqlar. Bugun 50 ming so'mga tushirib qo'ydik. Agar mabodo adashib kelin tomonga parda qildirmoqchi bo'lsanglar, 150 mingdan sotilgan to'rlarning hammasi endi 70 ming so'm. Avroxom do'koni bilan mumkin hamkorlikda cashback tizimini ham yo'lga qo'ydi. Mumkin mobil ilovasiga kirasizlar, Avroxom deb qidiruv bo'limiga yozasizlar, do'kon kelib chiqadi. U yerga kirsanglar, telefon raqami, ijtimoiy tarmoqlari, hattoki lokatsiyalarigacha qoldirilgan. Cashback sistemasidan foydalanish uchun cashback bo'limiga o'tasizlar, Avroxom do'konini tanlaysizlar, xarid qilgan summanglarni yozib, xarid qilgan mahsulotingizni rasmga olib jo'natib qo'ysanglar ham cashback tasdiqlanib beriladi. Avroxom do'konida 2000 xildan ortiq pardalarni eng arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Xohlagan pardalaringizdan tanlab olasiz. O'zlari uyingizga borib o'lchab, tikib, dazmollab, ilib ham berishadi. Bugundan boshlab Avroxom do'koniga kelasiz, xaridlarni amalga oshirasiz, mumkin mobil ilovasida cashback bo'limiga o'tasiz, xaridingizdan 2% cashback qaytarib olishingiz mumkin.